Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlarim, men bugun sizlarga bir hikoya so'zlab berish orqali o'zimizning hayotining qimmatini va hayotdagi maqsad nishonlarimizni va vazifalarimizni xotirlatib o'tmoqchiman. Kunlarning birida bir kishi uzun safarga otlanish uchun bir mashina sotibdi va yo'lga chiqibdi. Safarga otlanib yo'lda ketayotganida yo'l bo'yida bir qizni uchirtibdi va uning bilan tanishib qolibdi. Ular birlikda safarga otlanibdi va o'ylanibdi. Kunlarning o'tishi bilan ular farzandlik bo'libdi. O kishi ayolini mashinaning oldida o'tkazib, farzandlarini mashinaning keyinda o'tkazib, uzun safarga davom qildi. O kishi yo'l bo'yi ayolidan va farzandlaridan faxrlanib, boshqalarga o'zini ko'z-ko'z qilish uchun yo'l bo'yi signal berib minibdi. Bir mezgil yo'l yurgandan keyin yo'l bo'yida yana bir kishi uning mashinasining oldini to'sibdi va o'zini tunishtirib, "Menimi ilib olgin. Mening ismim Pul. Meni yaningga ilib olsang, hech qanday yerda ziyon tortmaysan. Men senga hamma yerda lozim bo'laman. Agar men bo'lmasam, huzur halovatda yashay olmaysan. Izzat, hurmat topolmaysan. Boshqalarga gaping o'tmaydi" debdi. Bu gaplarni anglagan odam hech ikkilanmasdan uni mashinaning oldiga o'tkazib, ayolini mashinaning keyiniga yetkazdi va yo'liga davom. O kishi nihoyat xushal-xuram holda yo'liga davom qildi. Yana bir mezgil mangandan keyin yana bir kishi mashinasining oldini to'sibdi va o'zini tunishtirib, "Meni mashinamga ilib olgin. Men bo'lmasam, bo'ron chapqunda, qor yomg'irda qolasan. Bolalaring to'nglab ketadi. Meni ilib olsang, herib charchaganda nihoyat yaxshi arom olaysan. Kechalari xotirjam uxlay olaysan" debdi. Buni anglagan o kishi nihoyat xushal bo'lgan holda o kishini mashinaga mindiribdi. Endi bu kishilar mashinaga sig'may qopdi. O kishi ayol bolalarini mashinaning mal saqlash o'rniga qo'yib, pul, mol va uy mulkni mashinaning oldiga va orqaga yerlashtirib. Shunda qilib ular nihoyat xotirjam va xushal-xuram holda yo'liga davom qildi. Yana bir mezgil mangandan keyin nihoyat o'roq, nihoyat charchab ketgan ojiz, bechora bir kishi mashinaning oldini to'sibdi va o'zini tunishtirib, "Meni mashinamga ilib olgin. Men yeningda bo'lsam, Allohga, payg'ambarga, vataningga, xalqingga nihoyat loyiq bir kishi bo'la olaysan. Davomli yaxshi ishlarni qilasan. Yomon amallardan yiroq tursan. Balki hozir meni yeningga ilib olsang, nurg'un badallarni to'lashing mumkin. Azob uqubatlarga uchrashing mumkin. Qiyinchiliklarni tortishing mumkin. Ammo men yeningda bo'lganman, mangulik baxtga erisha olaysan" debdi. Bu gaplarni anglab turgan pul, mol, uy mulk, bola-chaqalar chaqirishga boshlabdi. "Voy, mashina patmay qoldik, chapsaroq mangayl" deyishib chidamay ketibdi. Shoför darhalla "Meni kechirgin. Seni ilib olg'im batdi, lekin kechikib qolding. Mashinaga sig'maysan" deb aldirab minib ketibdi. O kishi safarini davomlashtirgach, bayatin mashinaga ilib olmagan iymon degan kishini ilib olmaganligi uchun nihoyat ko'ngli yerim bo'libdi, ammo yo'lini davom qildi. Yana bir mezgil yo'lni davom qilgandan keyin nihoyat qo'rqinchli va gigant bir kishi mashinaning oldini to'sibdi. O kishi qo'rqinidan duduqlab, "Sen kim o? Nemishqa mening yo'limni to'siysan? Sen nimancha bo'la qo'rqinchlik biri?" deb so'rab. Mashinaning oldini to'sgan o surlik, beslik, gigant kishi, "Men Allohning o'lim farishtasi. Allah meni sening jiningni ilishga buyurdi. Agar seningda iymon bo'lsa va yaxshi ishlarni qilgan bo'lsang, Allohning yo'lida badal to'lagan bo'lsang, Allohning dushmanlariga qarshi kurash qilgan bo'lsang, zolimning qo'lidan xalqingni qutqizish uchun tirishchilik ko'rsatgan bo'lsang, men seni rahmat farishtalariga topshiraman. Ular sen to'lagan badallar uchun seni mukofotlaydi. Agar sen o'z nafsing uchun, shahvat, rohat, farog'at uchun shaytonning orqasiga kirib, mol dunyoga berilib, dunyo parastlik bilan faqat o'zing uchun yashagan bo'lsang, men seni azob farishtalariga topshiraman. Ular sening qilmishlaringdan hisob so'roq qiladi va seni jazolantiradi" debdi. Shoför nihoyat qo'qqanlikdan va g'uduqib ketganlikdan mashinaning oldi keyinini hamma yana izlashga boshlabdi. Ammo iymonni, yaxshi amallarini va Allohning yo'lida to'lagan badallarni hech yerdan topolmabdi. Va shunchalik qo'rqib ketganligidan bayatdan yo'lda uchirtib mashinaga selib olmagan iymon va sadoqatni butunlay unutib ketibdi. Va mashinadagilardan "Iymon qani? Mening qilgan yaxshi ishlarim qani? Mening to'lagan badallarim qani?" deb so'rashibdi. Mol dunyo, uy mulk va bola-chaqalar bayatdan yo'lda uchirgan edi. "Sen uni ilib olmading-ku. Uni nimishga ilib olmaysan?" deb shoförni qaralashga boshlabdi. O kishining bola-chaqalari bo'lsa, "Dada, sen bizga har xil iPhone telefonlarni, nocha o'yinchiqlarni va kavoblarni epding, ammo iymonni epmeding" deb bola-chaqalarimi o kishini qaralashga boshlabdi. Endi uzun safarga otlangan o kishi qo'rqinch va yol urishlar ichida, "Ey o'lim farishtasi, bütün mal mülküm, öy bisatim, balı-chaqam hammasi sening bo'lsin. Menga bir oz vaqt bergin. Men bayatim bir oz orqamda iymon va sadoqatni mashinaga elishni unutib qoptiman. Menga ozroq vaqt bergin, men ularni darhol epkilay" deb yolurishga boshlabdi. O'lim farishtasi Azrail alayhissalom bo'lsa, "Ey ahmoq inson, o qog'ozga, toshga faqat senga o'xshash ahmoqlarga berilib ketadi. Biz ularga aldanmaymiz. Pul deganing faqat qog'ozdan boshqa narsa emas. Uy mulk, oltin deganing toshdan boshqa bir narsa emas. Biz ularga hech qiziqmaymiz. Biz faqat Allohga bo'ysunamiz, Allohga itoat qilamiz. Alloh nimani buyursa shuni qilamiz. Alloh meni hozir sening jiningni ilishga buyurdi.
Men kechikib qolmayman, aldırıp ketmayman. Allah buyurgan vazifani kechiktirib qo'ymayman, baldırma icra qilmayman. Degenicha o kishining jinini aptu va ruhini azab farishtalariga topshiribdi. O kishining uzun safarda faqat o'zining mashinasiga elib olgan pul mol, uy mulk va bola chaqalar shu peti joyida qopdi va o kishiga hech esqatmabdi. Hatta o kişinin yamanlığı ve ziyan tatışı için guvohlik beribdi. Bu hikoyadagi mashina bo'lsa bizning hayotimiz. Bu hikoyadagi uzun safar bo'lsa bizga berilgan vaqt. Biz hayotimizni va vaqtimizni faqat o'zimizning shaxsiy hayoti uchun, nurg'unlagan pul mollarni tepish uchun, esl uylarni elish uchun, nurg'unlagan mol mulklarni to'plash uchun, oltin zibu zinnatlarni elish uchun o'tkazadigan bo'lsak va bizga berilgan bu ne'matlarni, vaqtni, ömrümüzni ve bizga berilgan ne'matlarni, pul mollarni Allohning yo'lida sarf qilmaydigan bo'lsak, Allohning yo'lida badal to'lamaydigan bo'lsak, bizning hayotimiz, bizning vaqtimiz, bizga berilgan mol mulk va undan boshqa hamma narsa bizning ziyon tatishimiz uchun, bizning jazolanishimiz uchun bizga qarshi guvohlik beradi. Allohning o'lim farishtasi bo'lgan Azroil alayhissalomning qachon biz uchun keladiganligini biz bilmaymiz. Belki bugün, belki erta biz Allah'ın dergahına ketişimiz mümkün. Bugünküdek vatanımız Şarkı Türkistan'da milyonlarca qarindoshlarimiz zulmette, qarang'ulikda, qiyinchilikda ve zulmda qilayotgan kunda o qarindoshlarimizni qutqizish uchun, dinimizning izzatga erishishi uchun, tajovuzchi, zolim ve Allah'ın düşmanı bo'lgan Xitoy tajovuzchilarining mag'lubiyati uchun biz bugün bedel to'lamasak ve bugün bu ishni qilib olaychi. Azroq pul tepib olaychi, uy edib olaychi va yoki boshqa ishni qilib olaychi. Ma'lum ishlarni qilgandan keyin, uningdan keyin Allohning yo'lida kurash qilay. Ayat qilib olay, bir yildan keyin qilib olay, mundaroq sharoit tepilganda qilib olay desak, balki bayatdan aytib o'tgan hikoyadagi bechora kishiga o'xshash ulgurolmay qilishimiz mumkin, qilolmay qilishimiz mumkin. Undaq fursat bizning qo'limizdan elaverishi mumkin. Allah subhanahu wa ta'ala bizning hayot mashinamizning ichini yaxshi amallar bilan, solih amallar bilan, Allohning yo'lida to'lagan badallarimiz bilan, Allah'ın yolda taqqan ərziyet ve qiyinchiliklar bilan to'shqizishga muyassar qilsin. Hayotimizni arzimas qog'oz parchalari bilan, arzimas tosh tuproqlar bilan to'shqizib qo'yishdan Alloh panohlik bersin. Ve bizni Allah subhanahu wa ta'ala Allah'ın yolda do'stlashguchi ve Allah'ın yolda dushmanlashguchi, Allah'ın yolda kurash qilguvchilar bilan barabar kurash qilguvchi islomiy jamoatlar bilan, islomiy kishilar bilan birlikda yo'l olg'uvchilardan qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizni yo'limizda xatolashtirmasin. O'ziga asi bo'lgan bandalar bilan birlikda qilib qo'ymasin. Allohning dini va islom ummati qilcha xiyoliga kirib chiqmaydigan, faqat dunyolik uchun yashaydigan, shaxsiy manfaatlari uchun yo'lga chiqqan kishilardan ado juda qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizni haq yo'lda mustahkam badal to'laguvchilardan, sabit qadam olg'uvchilardan qilsin. Ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Allohga emanet.